Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun biz sizlarga dorim tizimida smenalar bilan ishlash haqida gapirib beramiz. Dorim tizimida ikkita smena turi mavjud: farmatsevt smenasi va fiskal modul smenasi. Farmatsevt smenasi foydalanuvchining ish boshlash va tugash vaqtini belgilaydi. Bu orqali savdolar, qaytarishlar va fiskalizatsiya har bir xodim bo'yicha alohida nazorat qilinadi. Farmatsevt ish joyiga kelganda birinchi bo'lib interfeysning o'ng yuqori burchagidagi smenani ochish tugmasini bosadi. Shu paytda tizim smenaning ochilgan sanasi va aniq vaqtini belgilaydi hamda smenani ochgan foydalanuvchini saqlaydi. Smena ochilgach, savdo va qaytarish funksiyalari ishga tushadi. Agar smena ochilmagan bo'lsa, chek chiqarishga uringanda tizim xabar beradi. Dorim tizimida smena ochilmagan. Sotuv mumkin emas. Muhim, smena 24 soatdan ortiq davom eta olmaydi. Cheklov oshsa, tizim muddat oshdi holatini ko'rsatadi va yangi cheklar o'tkazilmaydi. Davom ettirish uchun joriy smenani yopib, yangisini ochish kerak bo'ladi. Dorimdagi smena virtual kassa, multikassa bilan bog'langan. Fiskal modul smenasi faqat virtual kassa ulangan ish joylarida mavjud. Agar dorimda smena ochiq, multikassada esa yopiq bo'lsa, fiskalizatsiya amalga oshmaydi. Aksincha bo'lsa, hattoki mahsulotni chekka qo'shib bo'lmaydi. Fiskal chek o'tkazish uchun smena ham dorimda, ham fiskal modulda ochiq bo'lishi shart. Fiskal modul smenasini ochish uchun menyudagi film smenasini ochish tugmasini bosing. Agar fiskal modul kompyuterga ulangan va sozlangan bo'lsa, smena holati ish statusiga o'zgaradi. Agar fiskal modulga ulanish imkoni bo'lmasa, tizim xatolik chiqaradi. Bartaraf etilgach, yangilash tugmasini bosing va tizim yana fiskal modulga ulanishga urinadi. Fiskal modul blokida X hisobotni olish va Z hisobotni olish tugmalari mavjud. X hisobotni olish tugmasi bosilganda joriy smenadagi savdo va qaytarish ma'lumotlari oynasi ochiladi. X hisobotni kun davomida ko'rish va chop etish mumkin. U smenani yopmaydi va ichki nazorat uchun ishlatiladi. Oynaning pastida ikki tugma mavjud: yopish va chop etish. Z hisobotni olish tugmasi bosilganda yakuniy hisobot oynasi ochiladi. U fiskal modulda smenani yopadi. Chop etishdan oldin tizim eslatma chiqaradi. Hisobotni chop etish va smenani yopishdan oldin kassadagi va hisobotdagi summalarni solishtiring. Pastki qismida yopish va chop etish va smenani yopish tugmalari mavjud. Ikkinchi variant tanlansa, tizim fiskal modulda smenani yopadi va Z hisobotni chop etadi. Ish kuni tugaganda farmatsevt smenani yopish tugmasini bosadi. Buning oldidan tizim barcha cheklar yakunlanganini va ochiq qolmaganini tekshiradi. Agar ochiq cheklar bo'lsa, ogohlantirish chiqadi. Smenani yopish mumkin emas, yopilmagan cheklar mavjud. Ochiq cheklar kutish ekranining o'ng tomonida ko'rsatiladi. Agar tovar sotilgan bo'lsa, ochiq chekni o'tkazish kerak. Agar savdo bo'lmagan bo'lsa, chekni o'chirish kerak. Muvaffaqiyatli yopilgandan so'ng smena bo'yicha hisobot shakllanadi. Unda savdolar va qaytarishlar soni, to'lov summalari, naqd, karta, onlayn to'lovlar, shuningdek fiskalizatsiya ma'lumotlari ko'rsatiladi. Hisobotni tizimda ko'rish yoki chop etish mumkin. Maslahat: smenani yopishdan oldin farmatsevt bo'yicha hisobot va fiskal modulda X hisobotni oling. Bank terminallaridan X hisobotlarni oling va kassadagi barcha naqd pullarni sanang. Shundan so'ng barcha summalarni smena hisobotidagi summalar bilan solishtiring. Agar summalar mos kelsa, smenani yopish mumkin. Agar summalar mos kelmasa, tafovut sababini toping. Zarurat bo'lsa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Ba'zi dorixonalarda bir kassa ortida kun davomida bir nechta farmatsevt ishlaydi. Masalan, biri ertalab, boshqasi tushdan keyin. Bunday hollarda fiskal modul smenasini yopmasdan farmatsevt smenasini yopishingiz mumkin. Yaxshi amaliyot shundaki, har bir farmatsevt o'z loginidan foydalanib ishlaydi. Shu tarzda qaysi xodim qaysi chekni o'tkazgani va qaysi vaqtda smenada bo'lgani har doim aniq bo'ladi. Smena holati doimo ekranning o'ng yuqori burchagida ko'rsatiladi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun kursorni smena chirog'i ustiga olib boring. Barcha smenalar smena jurnalida qayd qilinadi. Siz har doim kerakli smenani topishingiz va uning hisobotini ko'rishingiz mumkin. Bu dushanba kuni dorixona mudiri dam olish kunlari ishini tahlil qilganda juda qulay. Agar siz dorixona boshqaruvchisi yoki egasi bo'lsangiz, hisobotlarni o'zingizning kompyuteringizda ham ko'rishingiz mumkin, hatto dorixonada bo'lmasangiz ham. Agar siz bizning imkoniyatlarimiz, yangi funksiyalarimiz va yangilanishlarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.